Bu ya küçük kirgan. Hamsa. Tez uyuma kelin küçük kiribdi bu ya. Doğular yemasın tez kelin. Hamsa. Tez kelin qani ozu tişliydi mana bu. Jilleri o'tiribdi bu. Tez kelin qani? Hamsi? Ya. Sizmi qanday ya? Jilli bilimsiz. Keldingizmi unaqa deyimsiz? Nimaga chaqirdingiz? Küçük kirgan, küçük darvoza ochib qolgan stullar edi. Küçük emas-ku. O küçük yarim soatdan beri o'yin nima qiladi? O'g'lingiz Zokir-ku, ko'ylagi aniq-ku, rangini bilyapman-ku. Zokir emas u, Zokir yaxshi uylar kirgan o'zi. Yuring yondan ko'ramiz, yuring keling. Hey. Qarab yo'g'a, mana aytdim-ku siz Zokir deb, mana. Yana boshladim. Senga nima yetishmaydi bacham? Dada onasi debsin, bir xillikdan zerikdim. Ko'chada o'ynamayapman, uyda o'ynayapman. Hamsaya, kech aytan baloningizni olib keldim. Bor keling, men Hamsaya, kecha so'ragan balonlaringizni olib keldim. Qanaqa balon bu? Bu balon Bars baloni. Hozirgi kunda O'zbekistonda trendda ketmoqda. Bu balon bilan qishda, yozda, kuzda xohlagan yo'llaringizda yursangiz bo'ladi. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Eng asosiysi 200% sifat nazoratida. Olasizmi? Ha, olaman. Darvozani tekkaga qo'yib keting, ertaga pulini chiqarib beraman, haymi? Hozir uyda muammo bo'lyapti-da, haymi? Hal qilaylik. Dal. Manga qara, dadang kelsin, keyin. Hamsa keldim men. Nima og'zini ayiraman. Hamsa. Mana nima urasan sen? Kechirasiz, men bilmadim-da. Bitir bu kuchugingni. O'rta, Zokir organizator. O'rta. Ha. Mana lekin o'rta san ko'rishga keldi. Qani hozir sana hamma gida. O'rta o'yin atmosferasi boshqa ekan, katta istoriya o'yini ketadi. O'yin atadi o'tiradi. O'rta, yo'la bori tat rula qo'ydi. O'rta e'tiborga aytib. Yo'q, vaqtim yo'q. Haymi? Bitta zakaz olinglar. Yaxshi.
İçiniz yaxshimi? Ha, içim yaxshi. Ha, bunda içiniz yaxshi. Ayog'imizga javob beramiz. Biza ichi davolash. Ey doktor. Ana kata ignamla analginimdir deb ana berma urdingiz payga tegan oyog'imni. Ana kalta bo'lib qolgan, egri. Ana bo'lmasa ertaga biza chaqirtirasizlar. Razval chop kelamiz, razval bilan to'g'rilab beradi. Razval? Ha, shundan keyin to'g'ri yuraydi keyin. Qaymi? Mana ko'tar. Mana ko'tar. Ketdik. Ha, biza erta kelamiz bo'lmasa, ketdik. Nima qarab turibsan? Nima qilay? Tutilari. Salla hozir razval aytaman hozir. İsmet, nima paxta terib turibsan sen? O'zim Men seni 60 yildan beri bilaman, yolg'on gapirmasan, odamga paxta qo'yasan, lekin paxta termaysan. To'g'risini ayt, nima terib turibsan? to'g'risini aytaymi? Ha. Qorako'l tumani hokim tashabbusi bilan o'zi eng ko'p paxta tergani Damas beribdi. Rostdan. Ha, shuning uchun paxta terolman, bo. Ishimga To'xtagan gap eshitgan. Ismat, u Damas yutish uchun nima qilish kerak? 3-oktyabrdan paxta mavsumi oxirigacha 3 tonna paxta terishing kerak. Keyin hosil bayramida ana shu 3 tonna paxta terganlari ana bu barabana tashab aniqlaydilar. Keyin Damas g'olibini ham aniqlaydilar. Men qarqan faqat Damas qo'yganlar. Yo'q, Damas emas, bitovoy texnikalar ham bu o'yindan ortiq. Xaladellik, konditsioner, televizor ana shunaqa narsalar. Zo'r ekan. Ayb yo'q, sen buncha ma'lumot qayerdan olding? Kecha hokim telegramda aytdi. Sangami? Hokim yozdimi? Ichkasini ber, mana ham yozing. Yo'q, maxfiy, hech kim aytmadingda. Men hech kim aytmayman. Sen bilasan, hech kim aytmagan. Bo'lsa, yana bir maxfiy ma'lumot aytaymi? Uni ham hokim aytdimi? Ha. Nima? Qorako'l hosil bayramida aniqlanadi. G'oliblar. G'oliblar. Barabanda. Sog' bo'lasan, rahmat Ismat. iPhone 17 olib bering. 17 olib bering. 17 olib bering. Xotin, pulim yo'q. Hammani eri olib beribdi. Olib berasiz. Bilmayman. Xotinim iPhone 17 so'rayapti. Qayerdan olib berish bilmayapman, pulim yo'q. Ha undan o pochkang sot. Yilimisan, pochkani sotsang bir 4-5 yil yashaysan. Keyin o'lib ketasan, nima kerak o'lib ketib? Ko'zing sot unda. Ko'zim sotsam bir ko'z berib qolaman-ku. Bir ko'zda ham ko'rasan. Bo'lmaydi unaqa bor. Jigaring sotsang ham bo'ladi. Jigarim sotsam qon aylanishi yo'q bo'ladi, keyin 1 yil yashayman unda. 1 yil. Unda yurang sot. Nasib et o'ylayman-ku yuragi. Yili, o'lmaydigan varianti yo'qmi? O'lmaydi. Bor bitta variant. Qanaqa? Xotin, iPhone 17. Rahmat. Pulingiz yo'q edi-ku sizni? Zato men seni yaxshi ko'rganim uchun mana iPhone 17 olib keldim. Xursand bo'lmaysanmi? Xursandman. Erta bachalarimizga ko'rsataman. Otalaringiz meni yaxshi ko'rib, romantika qilib iPhone 17 olib bergan deb. Endi lekin bachamiz bo'lmasa kerak. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan chorri psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida, hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Men chorri psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlarni qilishga o'zim majburlashim kerak. Shunga hozirda mana chiniq qolma. Men alaq bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda ish qilish o'rgatibdi senga. Malades, bosib bacham. Senga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma. Chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacha? Bacha. Zoker? Bacha? Bacha. Nima qaraymisan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman. Chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz atib beraman. Kim o'rgatdi? Chorri psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorri psixolog onasini? Senga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor.
Og'zingga uy cho'g' yoqaman ana.